Yo'lbars yilida tug'ilganlar. Boshqaruvchi, qo'rqmas, lider va kuchli xarakter sohiblari. Yo'lbars muchali sohiblariga qo'rquv hissi begonadir. Ular detektiv va ekstremal ishlarni yoqtirishadi. Masalan, cho'qqiga tirnashish yoki bo'lmasam parashyutdan sakrash yoki sovuq haroratda alpinistlik qilish kabi ishlar shular jumlasidandir. Muchal sohiblariga mos kasblar harbiy soha, chegara mudofaasi va maxsus qo'riqlash xizmatlaridir. Tavsiya etilmaydigan kasblar meditsina sohasi va o'qituvchilik hisoblanadi. Agarda juftingiz yo'lbars bo'lsa, siz kreativlikka, o'zgaruvchanlikka, ijod qilishga intiladigan kuchli xarakter egasi bo'lishingiz lozim. Aks holda yo'lbars janoblarni yoki yo'lbars xonimni zeriktirib qo'yish ehtimolingiz bor. Yo'lbarslar sarguzashtparast insonlar bo'lib, ular ish joylarini yoki yashash joylarini tez-tez o'zgartirib turishadi. Ular uchun vatan tushunchasi begona hisoblanadi. Ular yer sharining istalgan bir joyini vatan deb hisoblashadi va bitta joyda zerikib qoladigan tip vakillaridir. Xuddi o'qotar burji vakillariga o'xshab, yangi sarguzashtlar, yangi odamlar, yangi jamoa davralarini, yangi suhbatlarni yoqtirishadi. Yo'lbarslar ovqat tanlamaydi. Ular ovqatning dekoratsiyasiga emas, sifatiga e'tibor berishadi. Yo'lbarslarning sukuti qo'rquvni emas, andishani anglatadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, o'zini himoya qilish, mudofaa va qurol-yarog' kashfiyotlariga eng ko'p hissa qo'shgan olimlar va Everest cho'qqisiga eng ko'p harakat qilgan alpinistlar aynan yo'lbars muchali vakillaridir. Har doimgidek to'liq ma'lumotni video ostida qoldiraman va ushbu videoni yo'lbars muchali vakillariga jo'natib qo'yamiz. Va albatta obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoim aynan sizning muchalingiz haqida bo'lishi mumkin.